Assalomu alaykum Qashqar Uyg'urlari. Ro'zayetinglarga muborak bo'lsin. Mening Qashqarni baxim ko'gim bor. Agar fursat bo'lib qolsa, Qashqarga bir berib ziyorat qilishni aytaman. Chunki Qashqarga berib Yusuf Xos Hojib va Mahmud Qashqari mahbarlari hamda Yetgoh jamoasini sayl qilib kelgim bor. Men otish anjirini pek yaxshi ko'raman. Hozir anjir shehri qomida yaqachan. Anjir murabasdan bo'lsa-mo biroz yeb kelay deyman, ha? Qarshilasizlar. Albatta. Yetinglar muborak. Assalomu alaykum xotin Uyg'urlar. Ro'zayetinglar muborak bo'lsin. Anglasam xotinning qashtishi, atlisi va gilimi intayin tanlatgan. Biz tarafga kelib qolsanglar cho'qim ag'ash kelasizlar. Bu esonlar bo'lsin. Assalomu alaykum Aqsu Uyg'urlari. Ro'zayetinglar muborak bo'lsin. Bizni yaqinda idoramizdan dam olish qo'yib bergandi. Sizlarning Aqsuga berib mashhurlarni ko'rib kelay deb o'ylagandim. Xudo buyursa, at yo'lga chiqaman. Ko'rishib qolamiz. Turpan Uyg'urlari, ro'zayetinglarga muborak bo'lsin. Anglasak yozda turpanni bek issiq deydi. Undaqda hozirgi vaqt bek yaxshi deyman. Afsus taklarda uzum qolmagan bo'lsa-mu, quruq uzumlarni yeb, lazzatlangan chig'inlarda bizni unutib qolmanglar-jimi? Turpan uzumi danglik ekanda. Ko'rli Uyg'urlari, ro'zayet bayraminglarga muborak bo'lsin. O'g'lom, Ko'rlining mashbiti yurtimizga yetib keldi. Agar sen Ko'rlining mashbitiga eg'iz tekkan bo'lsang eding, ularning emgakchan qo'llariga oprin aytgan bo'lardim. Assalomu alaykum qumul Uyg'urlari, ro'zayet bayraminglarga muborak bo'lsin. Qo'g'ninglar nima degan tatliq? Sho'g'inisi Qarado'ning ichiliniga eg'iz tegib baqqimiz bor edi. Ehtimol o'zinglardan oshmayotgan bo'lsa kerak. Chilininglar dunyodanliqchimi? Assalomu alaykum. Ila Uyg'urlari, ro'zayetinglar muborak bo'lsin. Men yurtinglarga borgan. Almiliq bog'laringlarda sayli qilgan, hazil chaqchaqlar. Shodiman kulkilar yangirgan so'rininglarga ishtirok qilganman. Mana ta hozirgacha shu kulki chaqchaqlar qulog'imda jaranglab turyotdi. Uyg'urlarning ro'zayeti qanday kelib chiqqan? Ro'zayet musulmonlarning har yil Ramazon oyida 30 kun ro'za tutgandan keyin o'tkaziladigan bayram. Ro'za kunlarida har bir taqvodor musulmon tong yormasdan zo'liq yeydi. Namoz shom vaqtida iftor qiladi. Undaqda taqvodor musulmonlar zo'liqdan iftorchi bo'lgan orliqda tamoqmi yemaydi ekan, hatto tamoqim chekmaydi ekanda. Ro'zayet bayrami islom diniga e'tiqod qiladigan musulmon xalqlarning diniy bayrami bo'lib, bu bayram Uyg'urlarda o'ziga xos milliy tus olgan. Uyg'urlar bu hayitni o'zlarining milliy alaylik asosida o'zgacha shakllar bilan o'tkazadi. Opa, Uyg'urlar hayitimizni yenib, olamdan o'tgan urug' tuqqanlarning tuproq beshiga chiqib, qabrisini supurdi ekan. Uyg'urlarning bu odatlari nihoyat yaxshi odatgan. Ular olamdan o'tgan urug' tuqqanlarni yod etish bilan birga duo tilovat qilayotgan. Ondan o'zining cho'ng urug' tuqqanlarni hid munosabati bilan yo'qlayotgan. Oxirida do'st birodarlar bilan yetishib o'ynashdi ekan. Jira opa, bizning muqim kunimiz bo'lgan ekan, o'ynaylik. Jira, birga o'ynaylik. Men o'ynayolmayman. O'zing berib o'ynadim. Jira, o'ynaylik. Bo'ldi. Voy, hammalar yig'ilib qopdi-ku. Bugun Uyg'urlarning ro'zayetini qutlagandek hammamiz jam bo'lib qopdimiz, o'g'lim. Shuni demoqsiz, Uyg'urlarni uzun vaqt ko'rishmagan birodarlar bilan hech barisida yuz ko'rish oldi ekan emasmi? To'g'ri deydi. To'g'ri deydi. Uyg'urlar heytda biroq deyin kiyim kiydi ekan, hammada yo'qsiz kichik bolaga yeng kiyim kechak kiygizib chiroyli jobdib qo'ydik ya. Berker. Kiyimlaringni kiydirib qo'yay. Homma, qayerga boramiz? Men hozir seni opirib o'yintib kelaman. Men Uyg'ur bolasi bo'lgan bo'lsam, nimga yaxshi bo'ladi? Yetlik qo'llarimni yig'ib kompyuter olardim. Tezroq bo'layli, ha? Qo'zib. Uyg'ur kiyim-kechaklarning turi nihoyat ko'p shakli har xil va rangdor keladi ekan. Uyg'ur ayollari har xil gullik va kashtlik ipak kiyimlarni inta yaxshi ko'rdi ekan, hamda atolaydi ekan. Unda sizlarchi?
Bizning yurtning ayollarim güllik rəxni intayin ətib alaydı. Eyt bayram günleri Uygurlarda uruq tuqqan. El ağine, xolum xoşuna arasında özara adavat bolsa təşəbbüskarlıq bilan bir-birisining oilasiga yetlab kelib, o'tirdiki adovatni yuyib tashlaydi ekan. Bu nayt yaxshi odat ekan. Endi bizmi? Ta'tir qarishib yurmaylik. Burunqi adovatlarni unutib ketib, yaxshi do'stlardan bo'lib o'taylik. Әмесі oğul balada kepangda chil tur. Uyg'urlarning an'anaviy o'yinlar ichida bizga o'xshash to'qqiz so'qishtirish o'yini bor. Ular bu o'yinlarni odatdagi kunlarda o'ynagandan boshqa milliy an'anaviy bayramlarda nayt qiziqib o'ynaydi ekan. Anglasam turpan pichanning xo'rozlar egiz qovul bo'lib, to'g'mi urushqa keladi ekan. Fursat bo'lsa, men bu turpan pishanga berib, bu xil to'g'ini cho'jillarini akilib, cho'ng qilib, to'qqiz so'qishtirish qisaqim bor. Qashqar Uyg'urlari bizga o'xshash soqol burtlar qo'yib agim qosh bo'lib, nayt chiroyli keladi. Ular chiroyli kiyinib, salobatli yurishni yaxshi ko'rdi. To'g'ri deysan. Uyg'urlar tozliq kirimga alohida ahamiyat beradi. Hunarvan kasblarga erisman keladi. Hunar san'atni qadrlaydi. Qashqar Uyg'urlari mehmondo'st, xayr saxovatlik, chiqishqoq ham mulohim. Qashqar Uyg'urlari xush ovoz, san'at xumor keladi. Qashqar Uyg'urlari hunar san'at jihatda to'liq tirishchan va mahoratli keladi. Ular bu jihatda bizdan xeyli ustun turadi. Shuning uchunmi Qashqar qadimdan tortib O'rta Osiyoning madaniyat va savdo markazi bo'lib kelgan. Xotan Uyg'urlarni bilamsan? Xotan Uyg'urlari qora ko'z, qora qosh, kirpiklari to'liq tabassum chiroy keladi. Ham bir sizlik, bir qo'lliq, bir niyatlik va ittifoq bo'lib, shunda muloyim, kamtar ham ishchan keladi. Xotan Uyg'urlari o'z ishig'i puxta, do'stlik aqidasi kuchlik. Ular nihoyat mehmondo'st xalq. Xotan Uyg'urlarning yana qanday qartichiligi bor? Xotan Uyg'urlari oddiy-soddiy yashaydi, hashamatchilikni yoqtirmaydi. Adabiyot, san'at, tibobatchilikka alohida e'tibor bilan qaraydi. Atish Uyg'urlari yangilikqa intilishchan, jafo mushaqqatdan zarlanmaydigan, o'z kuchiga tayinib baxtli turmush yaratish ro'yiga ega xalq. Qandoq dedim men? To'g'ri. Ular savdo-sotiq tijorat ishlariga intayin puxta keladi. Mush alayliklar bilan boshqa zotliklardan farqlanib turdi. Turpan Uyg'urlari emgakjon, bahtur, qaysar ham jasur xalq. Lekin dehqonchilikdan boshqa hunar kasbga ancha e'tibor bilan qaramaydi. Savdo tijoratga ancha qiziqmaydi. Turpan Uyg'urlarning burni yapilaqroq, bo'yi egiz bo'lib, gavdili keladi ekan. Yana ularning soqol burutlarini shalg'aroq keladi deydi. Ular ochiq so'zlab, tuzg'unlar, elmekir ham xiyonatkorlikdan yiroq. Aqidalik ham ixlosman. So'zlar qo'polroq bo'lsa-mu, ko'ngli ko'ksi kam, takallufga ziyoda ahamiyat bermaydigan xushfe'l xalq. Aqsu Uyg'urlari oddiy sodda, yuvosh, muloyim, kamtar, shukri qanoatchan keladi. Ularda dehqonchilik bilan shug'ullanadiganlar nihoyat ko'p. Hunarvan kasblar oz, savdo tijoratga ancha qiziqmaydi. Hunar kasb va tijorat bilan shug'ullanadiganlarning ko'pinchisi boshqa shaharlardan kelganlardan tashkil topadi. Aqsu dehqonlari oq ko'ngil, mehmondo'st bo'lib, pulga ancha herisman emas. Ular naqsh usulga herisman. Korli Uyg'urlar qiyofat jihatda Aqsu kucha Uyg'urlarga asosan o'xshab ketadi. Ular xarakter jihatdan Turpan Uyg'urlardan farqlanmaydi. Ular oddiy-soddiy yashashga odatlangan. Dehqonchilik, baliqchilik, ovchilikni asos kasb qilgan, hunar kasb, savdo tijorat bilan shug'ullanmaydigan xalq. Qomul Uyg'urlari siliq sipoya, va inoq, mehmondo'st, o'yinchoqchaq, naqsh usulga amroq xalq. Chiroy shakli Turpan Uyg'urlarga o'xshab ketadi. Soqol burtlar shalong, qo'y ko'zlik, yuqori qopig'ining qeti cho'ng keladi.
Eli Uyg'urlar asosan tarixchilik va chorvachilik bilan shug'ullanadigan ruhliq, tetik, xushchaqchaq, kang qo'saq so'zman ham mehmondo'st xalq. Ular yumoristik to'yg'iga boy, pokiz tabiatlik, ilmparvar, salom soat yurish-turishda ratlik. Naqsh muzikaga erisman madaniyat suyar xalq. To'g'ri. Жоңғар қандалығы дәуірде Жанубы Шинжаңдан Ил районыға көптеген ұйғырлар көчіп баған. Шөндәк. Шуңа уларның тұрмыш адәтләрдә Қашқа Хотан ұйғырларының рошен алайлыклары мо сақланып қалған.